qishda g'amini yozlaydigan akalarimiz uchun. Qadrdonlar, Angren ko'miri. Bu yerda o'sha sortirovka bo'ladi, hokasi bo'ladi, podsetkasi bo'ladi va kattasi bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarimizda yil 12 oy ko'mir bor. Qozog'istonda Shibalko degan ko'miri bor ekan. O'sha aqlli kotyullar uchun eng zo'r mana shu ekan. Ko'rib turibsizlar? O'sha bu yoq o'sha maydasidan tortib, bu yoq o'sha nima deydi, o'rikni danagigacha. Ya'ni kotyolga qo'ysangiz, uzil-kesil tiqilib qolmaydi va effekti olovi zo'r bo'ladi. Buni faqat kotyolga emas, undan tashqari o'sha gazoblok ishlab chiqaradigan akalarimiz ham olyapti ekan, effekti zo'rligidan. Kimga kerak bo'lsa, narxi 1300 so'mdan tortib beradi akalarimiz. Chiroyli qilib qoplarga ham solish qo'yapti, kichkina qoplarga, чтобы haligi kotyolni bunkeriga to'kkani qiynalmaslik uchun. Dastavka xizmatlari alohida bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Mana bu hoka ko'mirlarga keladigan bo'lsa, ya'ni novoy akalarimiz uchun narxi 500 so'mdan 700 so'mgacha holatiga qarab ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bozor va biznes kanalidan chiqdim desalang, chiroyli qilib skidkalarni qilib beradi. Ha aytgancha, bu ko'mirni xolasangiz hozir arzonligida olib turib nima deydi, bosib qo'yishingiz mumkin. Unaqa hech qanaqa effekti yo'qotilmaydi. Bo'lmasa ko'mib qo'ysalar ham bo'laveradi.